Kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gap gapirsin. Avliyasmut bo'lmasa jim o'tirsin. Buni Rasululloh aytibdilar. Biz Rasulullohning ummatimizmi? Bunga ergashamiz. Quloq solamiz, amal qilamiz. Kim oxiratga iymoni bo'lsa, Allohga iymoni bo'lsa, tilidan faqat yaxshi gap chiqish kerak. Bo'lmasa jim o'tirsin deyaptilar Rasululloh. Chunki insonning kimligi ikki og'iz muomalasidan bilinadi. Qizingizga sovchi keladi. Qani bir kuyovni ham bir ko'raylik deysiz. 1,5 soat, 1 soat suhbatga tutasiz. Xayrlashib uydagilarga keyin xulosangizni aytishingiz kerak. Demak, siz uni suhbatidan unga baho berishingiz kerak. Insonning so'zi, gapirayotgan gapi, berayotgan javobi, har bir kalimasi uni bahosi bo'ladi. So'z insonning kimligini anglatadi. So'z insonga halovatni beradi. So'z insonni malomatda qoldiradi. So'z insonni quvontiradi. So'z odamni ranjitadi. Birgina gap odamning qalbini tog'dek qiladi.